Ya, assalomu alaykum. Qarindoshlar, qanaqasizlar? Ahvolla yaxshimi? Tan salomatlar. Mana bu yilgi жылда o'zim 2 gektar alma tog'izliq almın ko'raylik deb. Mana alma to'g'riliq biroz yetib ketay. Endi men o'zim bir agronom emas. Bu endi kishina bärim tajriba deydi-ku. Tajribaga qarab yetishki bo'ldi. Hozir almalar 3ga bo'lindi. Высокорослый deganlar bor. Burunqi bizning yiz o'sib 7-8 yilda aran mög'e kiradigan daraxtlarimiz bor, almalar. Undan keyin среднерослый deydi, uni полукарлик deb qo'ydi. Полукарлик bor, bu полукарлик mana shu abrikos o'xshashlar 2-3 yildan keyin уже mög'e kirdi. Undan keyin uchinchisi bizning karlik qo'ydiganlar низкорослый. Endi низкорослыйga hamsiga nima kerak? Шпалерный установка kerak, противоградный установкалар. Противоградный degan endi уже это на желание bo'ldi, но основной шпалерный установка, потому что карлик o'ylar chiqsa 2 metrga aran yetadi. 2 metrdan keyin 1-2 yilda уже mög'e kirib ketadi ular. Shu men o'zim mana uyda o'stirib, bu ham подвойдан зависит qildi. Подвой degan yiltiz. Yiltizlar отдельно setildi. Полукарликники отдельно setildi. Опять-таки среднерослыйning kарлик o'yinining hamsi подвойлari отдельно setildi. Endi biz o'zimiz shaxsan средний arim 18 degan bor. Shu arim 18 ni ekib uyda olma qilib, mana yilgi жылda xudoyim berib biz ham 2 gektar terdim. Yana 2 gektar terdiganga umid qotmay boshlaymiz, xudoyim bersa ovqatni. Shu yurtdoshlar, alma terimiz degan aqla hadlar bo'lsa, желательно среднерослый neylonga, endi jihos 3 metr, 4 metr bo'ldi uning egizligi. Shu mög'e bergan vaqti 2-3 yillarda уже mög'e kirdi. Shu omon bo'laylik qarindoshlar.